Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning terisi juda ham nozik bo'ladi. Eng sifatli kosmetika bo'lsa, qaysidir bu jonajonlar so'rashadi. Bu albatta Buyukxon kosmetikalari bo'ladi. Xosligi shu sovg'ali to'plamlarning narxlari bilan birga obzor qilamiz. Qiz bolaga ham, o'g'il bolaga ham birdek mos keladigan 0+ dan boshlab ishlatish mumkin bo'lgan gipoallergenik Buyukxon mahsulotlarini birma-bir tanishtirib o'taman. Trambat dush uyqusidan oldin cho'miltiring, terini tinchlantirib, uyqusini yaxshilab beradi. Tarkibida romashka ekstrakti bo'lgan shampunlar esa ko'zlarni achishtirmaydi, sochlarga esa tabiiy yaltiroqlik beradi. Baby shampunlari esa qozoqlarni ketkazishda yordam beradi. Har cho'miltirib chiqqandan so'ng molochko bilan terini namlantiring. Yog'lari esa massaj uchun ideal. Taglikdan qizarish bo'lmasligi uchun pudralardan foydalaning. Qizarishlar kuzatilsa esa baby kremlarini tavsiya qilamiz. Romashkali sovunlari esa mayda toshmalarni ketkazib, yuzlarni oqartirib beradi. Sovuq shamolda yuzlar qurib ketishini oldini olish uchun esa sizga vetr kremlari yordam beradi. O'ta quruq yuzlar uchun esa Kinder kosmetik kremlarini tavsiya qilamiz. Yengil namlantirish uchun esa soft krem sizga yordam beradi. Yuzdagi qizarishlar, toshmalar, yengil kuyish jarohatlarida esa aloe vera yordam beradi. Sovg'ali to'plamlarimiz esa kichik hamda katta o'lchamda. Buyukxon to'plamlarini Fogi do'konining har ikkala filiallar va onlayn xarid qilishingiz mumkin. Narxlarni esa opisiyaniyada qoldirdik. Instagram sahifamizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Fogi siz va farzandingiz uchun qayg'uradi.